Og'aylar klapan qisilganligini qayerdan bilsa bo'ladi deganlarga. Birinchisi, ertamanda yurgizganingizda guruchtildim deb bor eshitib tursangiz, pot 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 deb ovoz chiqib turadi. Ikkinchisi, mana qarab turinglar. Mana buni ko'ryapsizlarmi mana? Svichani mana motomoni boshqacha rangda ishlagan. Mana monotomoni boshqacha rangda ishlagan. Mana bu uchini qaranglar mayerda. Motomon boshqacha, monotomon boshqacha. Motomonda razmeri zajatый, motomonda bo'shroq. Monda ham xuddi shu ahvol mana motomonda zajatый, motomoni bo'shroq mana ko'ryapsizlarmi? Ikki xil. 3 silindr ham shunaqa ishlagan. Yaqinda karburator qilib berganman. O'sha karburatorda benzinni yomonligidan dalolat, mana qarang, ichlari mana bo'lib ketgan. Tramblyor mana bu obslužение qilinmagan ekan, tramblyorlarda o kontaktlari ishib ketibdi. Ular hozir tozalanadi. Klapan tortiladi, tramblyorda hozir yechib obslužение qilamiz, to'liq подшипниклari, centrobежный грузиклari ichida mana narsalar bo'ladi. Mana datchiklar, hozir datchiklarda сопротивленияларni o'lchaymiz mana uni. Mana jinday shilqillab o'ynayapti. Подшипник o'ynab qolibdi. Bularni to'g'rilaymiz. Ichida ikkita centrobежный грузик bor. Bu грузикlarning настройкasi bor og'aylar. Ularda настройка qilamiz hozir xudo xolasa. Svichalar almashadi, klapanlarni o'zim tortaman, xudo xolasa hozir chotki qilib egasiga kelsa rasxotini o'lchab beraman. Keyingi videolarimda ko'ringlar. Mana xuddi mana shu mashina necha litr ichganini ko'rsatib qo'yaman.